akamni nima ish qilishini bilmayman, chunki hamma taniydi akani, taniysizlar. Hali yosh topishib o'zlari aka, bu sinfdoshlaringizmi aka? Sinfdoshlar. Gaplaringizga yana masha aka, mana. Keling mana shu oshnalaringiz bilan kelsangiz, mana ovqat tandirdi. Sinfdoshlar ha, o'sha aka? 50 yillik oshnalarimiz. 50 yil? 50 ga keldinglar, bitta mahalladamiz hammamiz. Bitta mahalla, bitta sinf. Ittifoq mahal 5-maktab. 5-maktab ekan. Chunki bir oshnalaringizga ilm berasizmi, shu go'shtlarni qanaqaligini? Nasib bo'laga bering. Hojiga qani? Hozir kuymaydi. Ya kela olaman, men beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Qalay oshna? Bash kameraga qarab ikki og'iz sinfdoshlarga, qadrdonlarga, ash maktabingizda o'qigan do'stlaringizga fikringiz endi yumshoqligi, qaynoqligi. Bekar unaqa qildinglar. Men qilmay desam, niyat qo'ydim. Sinovdan o'tdi, sinovdan o'tdimi? Boshqa gap yo'q. Yaxshimi, aka? Yumshoq juda zo'r. Zo'rmi? Bunaqasi bo'lgan emas. Bo'lgan emas. Menga qarating. Sinfdoshlarga ikki og'iz gapim bor. Kelmay yurgan bo'lsangiz, ikkita ovqat ham yetadi. Pul muhim emas. 8 yoshda kelib ham ikkita yeb ketsangiz bo'laveradi. Qorin to'yish muhim emas, to'g'rimi aka? Kelib, go'zal dasturxonda o'tirib ketsangiz bo'ldi. Akajon, boshqa biror bir kamchilik yo'qmi?